xizmat etar ekan. Demak, yurak ishemik kasalliklari. Yurak ishemik kasalliklari degani nima tushuniladi? Yurak qon tomirlarining aterosklerozi yoki vazospazm natijasida qon aylanishining buzilishi yotadi. Demak, bularga stenokardiya va miokard infarkt va uning turlari kiradi. Stenokardiya turlari. Birinchisi turg'un zo'riqqa stenokardiyasi. Turg'un zo'riqqa stenokardiyasi bu odatda harakatga bog'liq bo'ladi va buni funksional sinflari bor. 4 ta funksional sinfi bor. Turg'un zo'riqqa stenokardiyasini demak 300 metrga yursa og'riq paydo bo'lsa funksional sinf 1, 250-200 metrda 2, 150-100 metr 3, 50 yoki o'z ehtiyojlarini bajarayotgan paytda ham ya'ni o'z ehtiyojlarini bajara olganda ham og'riq paydo bo'lsa biroz harakatda demoqchi, endi funksional sinf 4 ga bo'linadi. Turg'un zo'riqqa stenokardiyasi. Ikkinchisi turg'un bo'lmagan stenokardiya yoki nestabilniy stenokardiya yoki nostabil stenokardiya. Buni ham o'zini turlari bor. Demak, noturg'un stenokardiyaning birinchi turi prinsimetal yoki vazospastik stenokardiya deyiladi. Prinsimetal yoki vazospastik stenokardiya bu qon tomirlari ateroskleroziga bog'liq bo'lmagan asosiy nerv impulslar, simpatik nerv sistemasining faollanishi natijasida yuzaga keladi. Ikkinchi turi birinchi marta paydo bo'lgan. Demak, bemor sizga aytayapti, yuragimda kecha qo'qqisdan og'riq paydo bo'lib qoldi, doimiy og'riq turibdi. Harakat qilsam kuchayyapti, o'tirgan paytimda ham og'riq biroz yengillashadi, lekin og'riq saqlanib turibdi. Demak, bu birinchi marta paydo bo'lgan stenokardiya. Ikkinchisi zo'rayib boruvchi yoki kuchayib boruvchi stenokardiya. Demak, bu yildan yilga stenokardiya nima qiladi? Og'irlashib boradi. To'rtinchisi koronangiografiyadan keyin yoki AKShdan keyin yoki infarkt miokarddan keyingi paydo bo'lgan stenokardiya. Demak, bemor infarkt miokard o'tkazayotgan payt koronangiografiya qilindi. Undan keyin ham og'riqni saqlanib qolinishi. Yo bo'lmasam aorta koronar shuntlash operatsiyasi o'tkazildi bemorda, ya'ni qon tomiri boshqa qo'yildi yoki boshqa qon tomiri ulandi. Bu ko'proq obshirniy miokard infarktlar, keng qamrovli miokard infarktlarida asosan bu holat kuzatiladi va AKSh rejali ravishda qilinadi. Aorta koronar shuntlash. Demak, aortadan boshqa bir teshik ochib, oyoqdan vena qon tomirlarini olib nima qiladi? Aortani tromboz bo'lmagan qismigacha olib kelib, ulab qo'yish operatsiyasi hisoblanadi. Demak, bu operatsiya aorta koronar shuntlash operatsiyasi qachon qilinadi? Qachonki mnoгососудистый поражение bo'ladigan bo'lsa, demak, ko'p qon tomirlarda stenoz yoki okkluziya aniqlansa, bir necha qon tomirda 4 yoki undan ko'p. Ayrim adabiyotlar 3 va undan ko'p, ayrimlar 4 va undan ko'p. Biz asosan 3 ta koronar qon tomirigacha stentlash amaliyoti o'tkazamiz. 3 ta yirik koronar qon tomiridan oshiqmi yoki 2 ta koronar qon tomirda okkluziya, bittasida 90% stenoz bo'lgan taqdirda ham AKSh amaliyotini bajarishga tavsiya qilinadi. Mana shu AKSh amaliyotidan keyin ham og'riq saqlanib qoladigan bo'lsa, demak bu AKShdan keyingi infarkt miokard. Yo bo'lmasam infarkt o'tkazgandan keyin, demak, bir oydan keyin infarkt o'tkazdi, chandiqlanish sodir bo'ldi. Chandiqlangandan keyin ham og'riq saqlanib qolinadigan bo'lsa, demak, bularni infarktdan keyingi stenokardiya deb diagnoz qo'yishimiz kerak. Uchinchisi, yashirin og'riqsiz stenokardiya. Bu EKGda belgilari bo'ladi. Koronangiografiya qilsangiz ateroskleroz bo'ladi, lekin og'riq paydo bo'lmaydi. Bu asosan sahrli diabet 2-tip bilan kasallangan bemorlarda uchraydi. Demak, sahrli diabeti bor bemorlarda EKG qilsangiz depressiya chiqyapti, koronar qon tomir qilsangiz 70%, balki okkluziya balki holatlar, balki 70% dan ko'p stenoz aniqlanyapti. Demak, bunaqa bemorlarda og'riq sezmasligi bo'ladi. Yo bo'lmasa ayrim tipdagi odamlar bo'ladi. O'zi og'riq retseptorlari, baroretseptorlar miokard hujayralarida yo'q yoki kam. Shu sababdan og'riq sezmaydi. Bunaqa bemorlar ham uchrab turadi.
Demak, bunaqa bemorlarni nazorat qilish juda ham qiyin bo'ladi, chunki ularda og'riq sezmaydi. Og'riqsiz infarkt miokard, og'riqsiz stenokardiya bilan yuradi bunaqa bemorlar. Xavfli bemorlar hisoblanadi. Demak, bu stenokardiya turlari. Demak, miokard infarkt turlari. Miokard infarkti ST segment ko'tarilishi bilan yoki ko'tarilmasdan stem nostemga bo'linadi. Va infarkt zonasi oldingi devor, orqa devor, yon devor, pastki, keng qamrovli va boshqalar qaysi qavatidan boshlanganiga qarab transmural yoki subendokardial infarkt miokardga bo'linadi. Yurak ishemik kasalliklarida ana shu. Yurak ishemik kasalliklarining 90% nima bilan bog'liq ekan? Ateroskleroz. Zichligi past bo'lgan lipoprotein. Asosan zichligi past lipoprotein muhim rol o'ynaydi. Xo'p, keyingisi kasalligimiz arterial gipertenziya yoki gipertenziv yurak kasalliklari. Demak, arterial gipertenziya va gipertenziv yurak kasalliklari bu arterial bosimning uzoq muddat davomida yuqori bo'lishi, yurak va qon tomirlarida morfologik yoki funksional o'zgarishlarni keltirib chiqaradigan kasallik hisoblanadi. Demak, arterial gipertenziya deb qachon diagnoz qo'yiladi bemorga? Qachonki bir hafta davomida kamida 3 marta ketma-ket qon bosimini o'lchaganingizda 140 ga 90 dan baland bo'lsa, demak bu arterial gipertoniya deb diagnoz qo'yilar edi shu paytgacha. Va bu ta'rif hozirgacha O'zbekistonda mavjud va SNG davlatlar, biz va Rossiyada mana shu saqlanib qolgan. Demak, 140 ga 90 dan baland bo'lishligi bu arterial gipertoniya deb diagnoz qo'yishimizga asos bo'la oladi. Lekin Yevropada 2023-yildan boshlab bundan buyog'iga o'zgarishlar kiritildi. Amerikada mana shu o'zgarish bundan 6 yil oldin kiritilgan. Demak, Amerika 2017-yil bu narsani qabul qildi, undan 6 yil o'tib Yevropa qabul qildi. Demak, Yevropadan keyin Rossiya qabul qiladi, Rossiyadan keyin biz qabul qilamiz. Demak, Amerikada yo'lga qo'yilgan narsa bizga 10-15 yil ichida kirib kelyapti. Lekin hali bizda bu kirgizilmadi. AQShda 2017-yilda nima deyapti? 130 ga 90 dan baland bo'lsa, demak bu arterial gipertoniya birinchi daraja. 130 ga 90 emas, 130 ga 80 dan. Demak, 131 ga 81 bo'lsa ham, demak bu arterial gipertoniya birinchi daraja deb diagnoz qo'yishingizga asos bo'ladi. Lekin hozirda bizni klinik bayonnomalarimiz, Rossiyaning klinik bayonnomalariga asosan 130 ga 80 bu yuqori norma. Demak, siz bemor keldi, 130 ga 80 o'lchadingiz, Amerikada bo'lsangiz gipertoniya 1 qo'yasiz. Yevropada bo'lsangiz gipertoniya birinchi daraja qo'yasiz. Rossiyada yoki O'zbekistonda bo'lsangiz qo'ya olmaysiz gipertoniya 1. Chunki bizda protokol bor. 140 ga 90 dan baland bo'lishligi kerak yoki shunga teng. Amerika nima deyapti? Amerika deyapti 120 ga 80 gacha bo'lgan qon bosimi bu sog'lom yoki normal arterial давление deyapti. Va buni profilaktikasini nima qilish kerak? 120 ga 80 ga ega giperxolesterinemiya yoki sahrli diabet yoki boshqa yondosh kasalligi bilan kasallangan bo'lsa, hayot tarzini yaxshilashga osh tuzi, xamirli ovqat, uglevodlarga bo'lgan shirinliklarga bo'lgan talabni kamaytirish kerak, parhezga o'tish kerak o'sha bunday bemorlar. Agar sizda hech qanday risk, xavf omillari bo'lmasa, lekin sizda 120-80 bo'lsa, shunday sog'lom yashashda davom etishingiz kerak. Doimiy tarzda arterial давлениyangizni 6 oyda yoki 1 yilda bir o'lchab turishingiz kerak. Ikkinchisi elevated yoki yuqori normativdan biroz oshgan arterial gipertoniya bu 120 ga 129 yoki 80 gacha. Demak, siz davlengiz 125 ga 80 bo'lsa ham siz elevatedga kirasiz. Bu nima degani? Bu degani sizda yaqin 5 yil 5-10 yil kelajakda arterial gipertoniya bilan xastalanish ehtimolligi bor degan. Demak, menda hozir o'lchasa 125 ga 80 davleniya chiqadigan bo'lsa yoki 125 ga 82 davleniya
chiqadigan bo'lsa, demak men kelgusi 5 va 10 yil ichida agar hayot turmush tarzini o'zgartirmaydigan bo'lsam, menda gipertoniya bilan xastalanish ehtimolligi yuqori degan. Demak, bunday bemorlar nima qilish kerak? Turmush tarzini o'zgartirish kerak. Dieta, jismoniy faollik va vazn nazoratiga o'tish kerak. Demak, Amerika nima deyapti? Gipertoniya birinchi daraja. 130 ga 139, 80 ga 89. Diastolik va sistolik. Bunda siz arterial gipertoniya birinchi daraja qo'yishingiz mumkin. Mana shu oralig'ida. Demak, bunday bemorlar nima qilishimiz kerak? Yashash turmush tarzini o'zgartirish kerak. Dieta, jismoniy faollik, vazn normallashtirish va xavf omillarini baholash. Kelgusi 5-10 yil ichida o'lim xavfini baholash. Buni arterial gipertoniyada o'tayotganmiz, risklarni ko'rib chiqamiz. Ichish, chekish, bular hammasi bor. O'ta kreatinin, mochovoy kislota bor, xolesterin bor. Ko'p kriteriyalar bor, ular haqida gaplashib chiqamiz va bunday bemorlarga hayot turmush tarzini o'zgartirish tavsiya etiladi. Har oyda arterial qon bosimini o'lchatish kerak eng kamida va bunday bemorlar nima qilishimiz kerak? Bunday bemorlarda agarda zarurat bo'lsa, dieta va parhez, shu ratsion tarzida arterial gipertoniya normallashmaydigan bo'lsa, demak bunday bemorlarga medikamentoz terapiyani o'tkazish kerak. Va dastlabki boshlangan medikamentoz terapiya ham kombinatsiyalangan preparat bo'lishligi kerak. Mono preparat ishlatilmayapti. Faqat kombinatsiyalashgan preparat effektivligi tasdiqlangan. Demak, sizga 130 ga 39 sistolik, 80-89 diastolik orasida bemor keladigan bo'lsa, demak siz mono preparat yozmasligingiz kerak degani. Ya'ni ENA, Perinappril, Captopril, Farmazepin, Amlodipin alohida. Bunday preparat yozish tavsiya etilmaydi. Demak, faqat kombinatsiyalashgan preparat. Qachon mono preparat? Demak, bemorda dekompensatsiya bosqichida bo'lsa yo bo'lmasa mono preparat bilan normal holatga erisha olsangiz, ya'ni siz mono preparat bilan arterial davleniya 120-80 yoki undan pastiga erishdingiz. Demak, siz shunda mono preparatdan foydalanishingiz mumkin. Arterial gipertoniya ikkinchi daraja 140 ga 90 dan balandti. Nechi bo'lishidan qat'iy nazar 160 ga 90, 170 ga 90, 180 ga 100, 200 ga 100, 200 ga 120 bilan qizig'i yo'q. Bu arterial gipertoniya ikkinchi daraja hisoblanadi. Bunday bemorlarga to'g'ridan to'g'ri hech qanday inkorsiz medikamentoz kombinatsiyalashgan 2 yoki 3 kombinatsiyalik arterial gipertenziv, ya'ni anti-arterial gipertenziv preparat berish tavsiya etiladi va parhez va xavf omillarini baholash. Ko'rdingiz, bu yerda arterial gipertoniya birinchi daraja, ikkinchi daraja, uchinchi daraja yo'q. Demak, Amerika bu narsani 2017-yil qabul qildi va Yevropa 2023-yil bu narsani qabul qildi. Yevropa kardiologlar assotsiatsiyasi. Ee, 23-yilgacha 140 ga 90 arterial gipertoniyani Yevropa nima qilgan? Gipertoniya deb belgilagan. Endi bu AQSh bilan Yevropa, keyin Rossiya, keyin O'zbekiston. O'zbekistonda haligacha 140 ga 90 yoki Rossiyada qolishligi mumkin, birodar, 20 yil ichida yoki 30 yil ichida. Undan keyin mana shu 130 ga 80 kirib kelishi mumkin. Qachonki? Bitta narsani hisobga olish kerak. Aholi yeb ichish, sharoit, iqlim ham nazorat nima qilish kerak? Hisobga olish kerak. Faqatgina bu yerda statistikani hisobga olish kerak emas, chunki O'zbekiston aholisi ko'p og'ir mehnat bilan shug'ullanadi. Bundan tashqari yog'li ovqatlarni ko'p iste'mol qiladi, xamirli ovqatlarni. Ularda sog'lom odamda ham 130 ga 90 davleniya nima bo'lishligi mumkin, yuqori normal holatda ham o'zini. Demak, bizda bunday qilib aytganda aholi individlarni bizdagi yashash tarzi bilan Amerikaniki farq qiladi.
yoki Yevropaniki farq qiladi. Shuning uchun bu ko'rsatkichlar hali beri saqlanib qolishligi mumkin. Yurak yetishmovchiligi. Yurak yetishmovchiligi demak bu asorat sifatida yuzaga keladi. Hech qachon asosiy kasallik sifatida yuzaga kelmaydi. Demak, gipertoniyani asorati, yurak ishemik kasalligini asorati, kardiomiopatiyani asorati sifatida namoyon bo'ladi. Demak, yurak yetishmovchiligi bu yurakning nasos faoliyatini pasayib, organ va to'qimalarga yetarli qon yetkazib bera olmasligi, sodda til bilan aytganda. Mana shu ta'rifda men ideal bo'ldim. Yurak nasos faoliyatining pasayishi, organ va to'qimalarga qonni yetkazib bera olmasligi. Qisman yoki to'liq. Demak, yurak yetishmovchiligi qorinchaga ko'ra klassifikatsiyasi o'ng qorinchada yoki chap qorinchada yoki ikkala qorinchada ham bo'lishligi mumkin yetishmovchilik, yo bo'lmasam ketishiga ko'ra o'tkir va surunkali yurak yetishmovchilik bo'lishligi mumkin. Yurak yetishmovchiligini klinik belgilari va davolash ularni keyingi darslarda gaplashamiz. Yurak klapan kasalliklari. Yurak klapan kasalliklarini bilasizlar. Mitral aortal tricus bilan pulmonar klapani bor va ularni stenoz, yetishmovchilik va regurgitatsiyasi bor. Yetishmovchilik bilan regurgitatsiyani ko'pchilik bitta narsa deb o'ylaydi. O ikki xil narsa. Regurgitatsiya bilan yetishmovchilik ikki xil narsa. Regurgitatsiya nima? Regurgitatsiya bu mana bu chap qorincha bilan chap bo'lmacha bo'lsa, o'rtasida mitral klapanimiz mavjud. O'rtada mitral klapan mavjud. Mana shu mitral klapan faqat bir tomonlama ochiladi. Mana shuni ham pastga ham yuqoriga ochilishligi, ya'ni ham pastga ham yuqoriga harakati bu regurgitatsiya. Regurgitatsiya. Nima qiladi klapan? Mana bu yerda xordalari bor. Mana shular uzilishi natijasida ko'proq yuzaga keladi regurgitatsiya. Mana xorda ushlab turgan xordalar uzildi. Demak, klapan tepaga ham pastga ham harakat qilyapti. Mana shu regurgitatsiya. Yetishmovchilik mana bu gipertrofiyalanish natijasida uchlari bir-biridan nima qiladi? Uzoqlashib qoladi. Bunda tepaga ochilmaydi. Uchlari bir-biridan uzoqlashib qolish hisobiga qon nima qiladi? Ham pastga ham tepaga mana shu kichkina teshik orqali o'ta oladi. Mana shu yetishmovchilik asosi. Mitral stenoz bilasizlar, u teshik torayib qolishligi. Keyingi kasalligimiz, asosiy kasalliklarimizdan biri demak kardiomiopatiyalar. Demak, kardiomiopatiyalarni sta va londa klinik belgilari bilan yozishga harakat qildim. Demak, dilatatsion kardiomiopatiya, DKMP deyiladi. Bu yurak qorinchalar bo'shlig'ining kengayishi, dilatatsiyasi va qisqarish funksiyasini pasayishi bilan namoyon bo'luvchi kasallik hisoblanadi. Demak, yuragingiz kattalashib ketibdi degani mana shu dilatatsion kardiomiopatiyaga nima qilingan? Ya'ni dilatatsion kardiomiopatiyaga aytilgan. Yuragingiz kattalashib ketibdi, yuragingiz kengayib ketibdi, yuragingiz eshakdek bo'lib ketibdi. Bu ta'riflar aynan DKMP ga tegishli. Demak, DKMP asosiy klinik belgilar kuchayib boruvchi yurak yetishmovchiligi, qorincha va bo'lmacha aritmiyalari, tromboembolik asoratlar. Asosiysi mana shu. Demak, progressiv yurak yetishmovchiligida, demak, dilatatsion kardiomiopatiya bilan kasallangan bemorlarda davo preparat, ya'ni siz unga davo qilmasangiz yashash yili 3 yil etib belgilangan, 3 yilgacha siz dori preparatlari bilan esa mana shu ko'rsatkichni siz nima qilishingiz mumkin, progressiyasini biroz bo'lsa-da olishingiz mumkin, oldini olishingiz mumkin, lekin hech qachon to'xtata olmaysiz. Dilatatsiyalangan yurak orqaga qaytmaydi. Shuni unutmang. Dilatatsion kardiomiopatiyani davolashning yagona chorasi bu transplantatsiya serca. Yurakni ko'chirib o'tkazish. Boshqa iloji yo'q. Kengaygan yurak orqaga qaytmaydi. Shu sababdan progressiv yurak yetishmovchiligi. Sekin-asta kameralar kengayishda davom etadi, yurak yetishmovchiligi kuchayib boradi. Gipertrofik kardiomiopatiya bu qorinchalar devorining, ayniqsa chap qorinchani g'ayri tabiiy qalinlashishi. Bu gipertrofik kardiomiopatiyani bilasizlar, eksentrik va konsentrik gipertrofiyasi bor deb aytib berdim va EKG belgilarini ko'rsatdim.
Bu gipertrofik kardiomiyopatiya asosiy klinik belgilar ko'krak qafasida og'riq, ya'ni stenokardiyaga shikoyat qiladi. To'satdan hushdan ketish mumkin, obstruksiya bilan kechadigan bo'lsa, nafas qisishi bo'lishi mumkin. Obstruksiya bilan kechadigan bo'lsa, to'satdan o'lim xavfi bu qorinchalar aritmiyalari natijasida. Nima sababdan qorincha aritmiyalar natijasida? Gipertrofik kardiomiyopatiya asosan qorinchada kechganligi uchun qorincha aritmiyalari xavfi juda ham ortib ketadi. Keyingisi restriktiv kardiomiyopatiya, RKMP deyiladi. Bu miokard devorlari qalinlashishi natijasida yurak bo'shlig'larida diastolada kengaya olmay qolishligi. Demak, bu ham gipertrofik kardiomiyopatiyani bir shakliga o'xshaydi. Bunda gipertrofik kardiomiyopatiyada nima qiladi? Diastolada miokard hujayralari kengayadi, ichki bo'shlig'i kengayishi mumkin. Restriktivda ichki bo'shlig'i o'zgarmaydi. Ya'ni diastola bo'lmaydi. Bu esa yurakda diastolik funksiyasining tushib ketishiga, yurak yetishmovchiligini og'ir darajasiga olib kelishi mumkin. Ya'ni og'ir yurak yetishmovchiligi yoki surunkali yurak yetishmovchiligi og'ir darajada ketishi mumkin. Bunda asosan qorinda, oyoqda, yuzda shishlar paydo qiladi, jigar kattalashishi va qorincha va bo'lmacha aritmiyalari yuzaga keladi. Dilatatsion kardiomiyopatiyada ham shishlar yuzaga keladi. Gipertrofik kardiomiyopatiyada kamroq shishlar yuzaga keladi, lekin dilatatsion restriktivda juda ham shishlar namoyon bo'lishi ko'proq. Keyingisi xavfliroq turi aritmogen, o'ng qorincha yoki chap qorincha kardiomiyopatiyasi. Bu asosan o'ng qorincha miokardning yoq va fibroz to'qima bilan almashishidir. Bu genetik irsiy kasallik hisoblanadi. Demak, bemorda miokard hujayralari o'z-o'zidan demak yoq to'qimasiga yoki fibrozlanib yo'qolishni boshlaydi. Bu og'ir aritmiyalar to'satdan hushdan ketish yoki to'satdan o'lim sindromini yuzaga keltiradi. Aritmogen kardiomiyopatiyani exokardiografiya qilganimizda, demak, miokard hujayra o'rniga nima ko'ramiz? Fibrozlanish yo bo'lmasa lipid, ya'ni yog' bilan almashish adapatitlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Takotsubo yoki stress kardiomiyopatiyasi deyiladi. Bu asosan juda ham kuchli stress o'tkazgandan keyin qorinchalarning vaqtinchalik disfunksiyasi rivojlanadi. Bu vaqtinchalik Takotsubo sindromi yoki stress kardiomiyopatiyasi deb ataladi. Bu juda ham og'ir stress o'tkazgan bemorlarda ko'krak qafasida birdan kuchli og'riq paydo bo'lishi, EKGda elevatsiya yoki depressiya va infarkt yoki stenokardiya xurujini nima qiluvchi, demak, namoyon qiluvchi kardiomiyopatiya hisoblanadi. Bu bilsanglar ayollarda ko'proq uchraydi. Qaysidir yaqini o'tib qolganda ko'krak qafasida kuchli og'riq va hayotining mana shu 5-10 yili ko'krak qafasida kuchli og'riqda bilan sizda ishemiya bor ekan, ishemiya paydo 30 yoshli ayol o'zi. Ishemiya paydo bo'lib qolibdi, sizda infarkt bo'lyapti ekan degan farazlar mana shu kuchli stress o'tkazgandan keyin paydo bo'lgan. Demak, bu kuchli stress paytida qon tomirlari to'rayishi va yurakni uzoq muddat qonini ta'minlashini buzilishi natijasida yuzaga kelyapti. Shu sababdan stress kardiomiyopatiyasi deyiladi. Endi metabolik kardiomiyopatiyalar bor. Bu metabolik kardiomiyopatiyalar infiltrativ bo'lishi mumkin, toksik kardiomiyopatiya bo'lishi mumkin yoki metabolitik. O'zi kardiomiyopatiya bu yurak miokard hujayralarining struktura yoki vazifa jihatdan o'zgarish. Bunga soda tilda aytgan. Demak, amiloidoz sersa bo'lishi mumkin, gemoxromatoz, alkogollik yoki dorilar ta'sirida yuzaga kelgan miokardning zararlanishi bu nima ekan? Infiltrativ amiloidoz, gemoxromatoz, metabolitik bu dorilar ta'sirida, toksik bu alkogol yoki mana bu narkotiklar ta'sirida yuzaga kelgan kardiomiyopatiya. Bunda asosan yurak yetishmovchilik belgilari, ya'ni hansirash paydo bo'ladi. Masalan, amiloidozda yurakni miokard qavatlariga ostida to'planganini ko'rishingiz mumkin. Gemoxromatozda ham infiltratlar ko'rinadi. Alkogollikda hech qanaqa belgi paydo qilmaydi. Toksikda ham kardiomiyopatiyada hech qanaqa belgisi, ya'ni eho belgi namoyon qilmaydi. Asosan bunday bemorlarda aritmiyalar ta'sirida kechadi. Mana toksik kardiomiyopatiyaga misol aytishimiz mumkin. Demak, bemor 16 yosh, bir kunda 2 ta energetik iste'mol qiladi. Mana shu energetikni 1 yil davomida iste'mol qilib kelgan. Bemor aytayapti, yuragim to'xtab uryapti yoki tomog'imga tiqilyapti. Kelsa, qilsa ekstrasistoliya bor.
Demak, bu toksik kardiomiyopatiya. Aritmiya paydo qilyapti. Demak, buni vaqtida davolash natijasida o'tib ketadi. Demak, kardiomiyopatiyalar shu. Endi yurak ritmini o'tkazuvchanligi va buzilishlari haqida sizlarga to'xtalib o'tish kerak yo'q. Sababi mana shu 2 oy ichida sizlar yurak ritmi va o'tkazuvchanlik buzilishlarini o'qib chiqdinglar. Demak, EKGni bilmasdan turib, mana shu yurak o'tkazuvchanligi va ritmini buzilishlarini bilmasdan turib, sizlar yuqoridagi temalarni o'ta olmasinglar. Sabab barchasida EKG o'zgarish belgilari paydo bo'ladi. EKG hammasi ko'ryapsizlar, aritmiyalarni paydo qiladi. Demak, har qanday yurak kasalligida o'tkazuvchanlik va ritm buzilishi bo'lishligi mumkin. Bular supraventrikulyar yoki ventrikulyar taxikardiyalar, qorincha boshqa turdagi aritmiyalari, bo'lmacha fibrillatsiya yoki qorincha fibrillatsiyalari, blokadalar, bular yurak ritmini o'tkazuvchanlik buzilishi. Demak, bu ham asorat sifatida keladi, asosiy kasallik emas. Keyingi bir katta temamiz bu yurak yallig'lanish kasalliklari. Yurak yallig'lanish kasalliklari 4 ta, hamma 3 ta deydi. Miokardit, perikardit, endokardit va pankardit. Pankardit bu uchala qavatli ham yallig'lanish. Demak, miokardit nima? Miokardit yurak mushagining, miokardning yallig'lanishi. Ko'pincha viruslar, bakteriya, parazitlar yoki autoimmun jarayon sababli yuzaga keladi. Asosiy klinik belgisi yurak yetishmovchiligi, aritmiya, EKGdagi o'zgarishlar deganda ER segment pastga tushadi, ST segment depressiyalanish kuzatilishi mumkin. Ko'krak qafasida kuchli og'riqqa va umumiy holsizlikka shikoyat qiladi. Isitma kam uchraydi miokarditda. Miokarditda asosan aritmiya va EKGdagi o'zgarishlar degani o'tkazuvchanlik buzilishi bilan bog'liq patologiyalarni ko'rishingiz mumkin. Va buni asorat sifatida nima ekan? Yurak yetishmovchiligi yuzaga kelyapti. Perikardit og'irroq kechadi bularning ichida. Perikardit yurak ichki qavati endokardni asosan nima bo'lib qolibdi? Ikkalasi almashib qolibdi. Mana bu perikardit bilan endokardit alishib qolibdi. Perikardit bu yurakni o'rab turuvchi parda, perikardning yallig'lanishi, virus, bakteriya, revmatik kasalliklar va jarohatlar sababli yuzaga keladi. Ya'ni tashqi travmatik jarohatlarimiz olyapti, yo bo'lmasam o'pkadagi o'sma, o'pkadagi tuberkulyoz natijasida perikardda zararlanishi mana shuning ichiga kirib ketadi. Bunda ko'krak qafasida chuqur nafas olganda yotganda kuchayuvchi og'riqqa, perikardda ishqalanish shovqini bo'ladi, xuddi avskultatsiya qilsangiz qorda g'ijillaganga o'xshaydi. Effuziya, tamponada va nafas qishishi. Asosan endokarditda mana shu tamponada va nafas qishishi yurak yetishmovchiligi og'ir darajasi va ko'krak qafasida kuchli og'riqlar namoyon bo'ladi. Endokardit yurakning ichki endokard qavatining yallig'lanish kasalligi hisoblanadi. Asosan klapanlar zararlanadi. Bunda klapanlarda asosan yetishmovchilik, stenoz holatlari kuzatilishi mumkin. Agar hoblar zararlanadigan bo'lsa, uzilish natijasida regurgitatsiyalar namoyon bo'ladi. Buni asosan bakterial streptokok va stafilokoklar qo'zg'atadi. Endokarditni shu sababdan infeksiya endokardit deyiladi yoki noinfeksiya sababli ham bo'lishi mumkin endi. Ya'ni bilib olmaydi. Klinikasi asosan isitma, yurakda shovqinlar paydo bo'ladi, emboliya, shish, terida petixiyal toshmalar bo'ladi, klapan yetishmovchilik belgilarini ko'rishingiz mumkin echokardiografiyada. Pankardit bular ichida eng og'ir hisoblanadi. Pankardit yurakning barcha qavatlarining bir vaqtda yallig'lanishi. Bunda og'ir yurak yetishmovchiligi, og'ir aritmiyalar, isitma, umumiy intoksikatsiya belgilari bilan kechadi. Juda ham bemor holsizlanib ketadi, isitma tushmay turib oladi pankarditda, juda ham og'ir holat. Bularni hali bitta tema bor, alohida gaplashamiz. Tug'ma yurak nuqsonlari. Tug'ma yurak nuqsonlarini bilsalar kerak. Demak, birinchisi bo'lmachalar aro to'siqning defekti. Foramen ovali ochiqligi yoki mushak qavatining rivojlanmay qolishligi yoki unda teshiklarning paydo bo'lishligi bo'lishi mumkin. Qorinchada ham xuddi shunday. Keyingisi fallotriadas, tetradas, pentadas. Endi bu belgilariga qarab. Bunda ham klapanni muammo bo'ladi, ham qorinchalar to'siq ochiq bo'ladi, bo'lmachalar to'siq, duktus ochiq bo'ladi, arterial duktus.
shu 3 ta, 4 ta yoki 5 ta belgi bir vaqtda kelishligi bu fallo hisoblanadi. Fallotriadas, tetradas, pentadas. Ochiq arterial ductus yo'l. Bu bilasizlar, homiladorlik, ya'ni mana bu embrional rivojlanish davrida kislorodli qon bilan venöz qonga kislorodli qonni o'tkazib beruvchi yo'l bo'lgan. Bular bittasi foramen ovali, ikkinchisi ya'ni bo'lmachalar to'siqdagi, ikkinchisi mana shu duktus hisoblanadi. Bu aorta bilan o'pka arteriyasini bir-biri bilan bog'lab turgan yo'l. Demak, o'pkani shakllanishiga o'z hisobidan qo'shayotgan yo'l. Bu yo'l asosan o'pkadagi birinchi nafas natijasida, o'pkadagi bosim natijasida bu yopilib ketishi kerak edi. Ayrimlarda yopilmay qolishi ochiq arterial duktus yo'l bo'lishi mumkin. Bunday bemorlarga okkluder orqali to'siq qo'yib, davolash mumkin. Keyingisi yurak o'smalari va shikastlanishlar. Yurak o'smalari bilasizlar, yurakda bitta o'smasi bor. Bu haqida ilmiy nima desam bo'ladi, tezis qilganman. Bu asosan miokard miksomalari hisoblanadi. Bu miksomalar asosan xavfsiz o'smalar. Miksomalar nimasi bilan xavfli? Miksoma shunisi bilan xavfliki, uzilib ketishi mumkin. Uni ushlab turgan tanasi nozik va doimiy harakatda bo'ladi miksoma. Miksoma xuddi trombga o'xshaydi. Shu asosan bo'lmachalarda uchraydi, osilib turadi. Miksomalar O'zbekistonda keng tarqalgan. Buni operativ davo qilib olib tashlasa bo'ladi. Bu xavfli narsa emas, ya'ni zlokачественный emas, bu доброкачественный o'sma. Keyingisi birlamchi va ikkilamchi o'smalar deganda, bu o'sha birlamchi bu miksoma, ikkilamchi o'smalar bular metastazlar. Ya'ni o'pkadagi rak hisobiga, buyrakdagi, jigardagi, qumdondagi yoki bo'lmasam bosh miyadagi har qanday joydagi asosan o'pka raklari yurakka metastaz berishi mumkin. Shunda ikkilamchi o'smalar rivojlanadi. Ular endi zlokачественный o'sma bo'ladi. Keyingisi travmatik shikastlanishlar. Demak, ko'krak qafasi travmatik shikastlanishi o'q bilan teshib o'tuvchi, rikoshetlovchi yo bo'lmasam pichoq vositalar, o'tkir tig'li vositalar bilan yo bo'lmasam avtohalokatlar natijasida har xil holat bo'lishi mumkin. Travmatik yurakning jarohatlanishi buni ichiga kirib ketadi. Keyingisi aorta kasalliklari yoki ateroskleroz. Aorta kasalliklarida ikkita asosiy aorta kasalligi bor. Bu birinchisi dizeksiyasi va ikkinchisi koartatsiyasi. Dizeksiyasi nima degani? Dizeksiyasi mana bu rasmda ko'rsatilyapti. Dizeksiyasi bu aortaning ichki qavatidan yirtilib, ichki qavati bilan o'rta qavatining o'rtasiga qon to'planishi. Buni xavfliligi nimada? Buni xavfliligi yorilib ketishi mumkin aorta. Buni asosiy sababi aortaning ichki qavatining intimining zararlanishi. Bu ateroskleroz bilan zararlanishi mumkin, intoksikatsiya bilan, toksin bilan zararlanishi mumkin. Aortaning ichki shilliq qavatining zararlanish natijasida nima qilyapti? Ichki va o'rta qavatining orasiga mana bosim bo'ladi-ku, yurakdan otilib chiqayotgan qon bosimi tarzida ana shu yerda bo'shliq paydo bo'lib, qonning yig'ilishi bu aorta dizeksiyasi hisoblanadi. Asosan ateroskleroz sababchi. Aorta dizeksiyasining xavfli tomoni yorilishi va ichki o'tkir qon ketishi va nobud bo'lishi bilan nobud bo'lishgacha olib keladi. Koartatsiyasi nima? Koartatsiyasi bu aorta yallig'lanish kasalligining natijasida yo bo'lmasam genetik tarzda yoki tug'ma tarzda aortaning torayishi, fibrozlanib torayishi. Asosan mana shu ichki qavatining zararlanishi natijasida fibroz to'qima gipertrofik chandiqlarning yuzaga kelib, ichki qavatini toraytirib o'ziga tortadi chandiq.